Tarihi yazma ma'lumotlar. Jungoning qadimki tarixchilari va Yunon, Rim, Arab tarixchilari sayyohlarning asarlarida Uyg'urlarning yashagan joylari to'g'risida bir qadar aniq, ishonchlik ma'lumotlar bor. Jungoning qadimki zamon tarixchilaridan Smachen, ya'ni milodidan 145 yil burun tug'ilgan bo'lishi mumkin. Tarixnoma onlar haqida qissada Uyg'urlarning qadimki ajdodlarini dingling deb yozgan bo'lsa, Bangu, ya'ni milodining 32-yili tug'ilib 92-yili olamdan o'tgan. Xan sulolasi yilnomasi onlar haqida qissada Dili deb yozgan. Smachen bilan Banguning dingling Dili deb yozganlari Tura degan nomning xavzuvchisi qilingan ahang tarjimalari edi. Mana shu turalar milodidan bir necha asr burunla hozirgi Bayqal boylarida yashagan Sharqiy Uyg'urlarning ajdodlari edi. Smachen bilan Bangu milodidan necha asr burunla Ertis boylaridan tortib Balqash ko'li atroflarigacha bo'lgan joylarda yashagan g'arbiy turalar to'g'risida ma'lumot berish imkoniyatiga ega bo'la olganligi uchun o'z asarlarida ular to'g'risida bir narsa demagan. Lekin shundoq bo'lsa-mu, Smachen bilan Bangu milodidan ko'p asrlar burun hozirgi Jung'ariyada yashagan o'g'izlar to'g'risida ma'lumot bergan. Smachen mana shu o'g'izlarni Xuji deb yozgan bo'lsa, Bangu Vuji deb yozgan. Mana shu o'g'izlar milodidan ko'p asr burunla hozirgi Oltoyning g'arbiy, janubiy va cho'chak atroflarida yashagan. Turkshunos professor Machangshu mundaq deb yozadi. Sui sulolasi va Tang sulolasi qatorliq ikki sulol davrida Wuxu yoki Wuxi deb atalganlar aslida Jung'ariya o'ymonlarida yashagan o'g'izlar bo'lib, ular Xan sulolasi davrida Vuji deb atalgan. Banguning Xan sulolasi yilnomasi onlar haqida qissa babida bergan ma'lumotiga asoslanganda ulug' o'g'iz Hun Tangriqutliqining mashhur Tangriquti O'g'izxon Batur Tangriqut milodidan ilgirki 174-yilidan 209-yilgacha Tangriqut bo'lgan. Milodidan 200 yillar burun Bayqal ko'li atroflarida yashagan turalarni bo'ysundirgan. O'g'izxon milodidan ilgirki 176-yili Xan sulolasining, ya'ni milodidan ilgirki 220-yilidan 227-yilgacha hukm surgan. Podshohi Xan Vudaga, ya'ni milodidan ilgirki 157-yilidan 179-yilgacha hukm surgan. Yozgan maktubida mundaq degan: Lolan, ya'ni Kroran, Uysunlar, O'g'izlar, ya'ni O'g'izlar shu chaqda Oltoyning g'arbiy janub, Cho'chak va Zaysan atroflarida yashaydi. Va ularning atrofidagi 26 davlatni hukmronligimga oldim. Ularning hammasi, ya'ni O'rta Osiyo va G'arbiy Osiyodagi davlatlar ko'zda tutiladi. Onlar davlat tarkibiga kirdi. O'qya ko'targan xalqlarning hammasi bir oila bo'lib birlashdi. Shimoldagi o'lkalar, ya'ni Bayqal bo'ylari ko'zda tutiladi. Hukmronligimga o'tdi. Turkshunos professor Sinjungmen Otashparazlarning muqaddas kitobi, ya'ni Avsta diki xotirlarga asoslanib qadimki chaqda turklarning, ya'ni Tura otliq bo'visi o'tganligini, shunga turk xalqlarining o'zlarini shu bo'visining nomi bilan Turalar deb ataganligini ta'kidlaydi. Ulug' Paris shoiri Obulqosim Firdavsning Shohnomasida Ironliklar bilan ko'p qatim urushgan ulug' bo'vimiz Alib Artunga, ya'ni Afrasiyab podshohlik qilgan davlat Turan deb atalgan. Kushan san'ati nomli kitobda O'rta Osiyo saklari, ya'ni qahramon turalar deb yozilgan. Jungoning milodidan bir necha asr burun yashagan tarixchisi Smachendan tortib milodiy 7-asrgacha o'tgan mashhur tarixchilari Uyg'urlarning ajdodi bo'lgan turalarni o'z asrida Dingling, Teli, Chili, Dili qatorliq nomlar bilan atagan bo'lsa-mu, shu nomlarning hammasi turalar degan atalg'uning xanzuchisiga qilingan ahang tarjimasidan iborat. Jungoning qadimki tarixchilari o'z asarlarida
Uyg'urlarning ajdodi turalarning yashagan joylarining jug'rofiyaviy ahvoliga qarab turalarni g'arbiy turalar va sharqiy turalar deb ikkiga ayirgan. Sharqiy turalar sharqda Bayqal ko'lining atrofidan tortib, g'arbda Oltoy tog'larigacha bo'lgan joylarda yashagan. Tarix nomi bilan Xan sulolasi yilnomasi ھۇنلار haqida qissada yozilgan turalar milodidan xeyli ko'p asr burunqi chog'lardan tortib, shu joylarda yashab kelayotgan sharqiy turalarni ko'rsatadi. Simachan bilan Bangu g'arbiy turalar to'g'risida bir narsa demagan. G'arbiy turalar to'g'risidagi ma'lumot 3-asrdan boshlab Jungo tarixchilarining asrida uchrashga boshlaydi. G'arbiy turalar sharqda Jung'ariya dalisi va Ertish bo'ylaridan tortib, g'arbda Bayqal ko'lining g'arbigacha bo'lgan joylarda yashagan. Milodiy 3-asrda yashagan. Ya'ni milodi 196-yili tug'ilib, 250-yili olamdan o'tgan. Jungo tarixchisi Yu-Xuan Vey xonliqining qisqacha tarixi, ya'ni Vilüe nomli asrida g'arbiy turalar haqida mundaq deb yozgan. O'g'uz davlati Uysullarning g'arbiy shimoliga, Qangli xonliqining sharqiy shimoliga joylashgan. Ularning harbiy qo'shinida 10 mingdan ortiq jangchisi bor. O'g'izlar chorvachilik bilan shug'ullanadi. Ularning yurtidan yaxshi ot chiqadi. Yovvoyi hayvonlardan yilpiz bor. Qirg'izlar davlati, ya'ni Yansay daryolarining yuqorqi iqimidagi qirg'izlar ko'zda tutiladi. Qangli xonliqining, ya'ni Orol ko'li va Bayqal ko'llarining orasidagi joylarda g'arbiy shimolga joylashgan 30 ming askari bor. Ular chorvachilik qiladi. Ularning yurtida yilpiz ko'p, yaxshi ot chiqadi. Turalar davlati Qangli xonliqining shimolida bo'lib, 60 ming kishilik harbiy qo'shini bor. Xalqi chorvachilik qiladi. Yuqorida tilga ilingan 3 davlatning ichidagi Qirg'izlar davlatining markazidan Hun Tangri qutluqining Urxun daryosining bo'yidagi ordusiga berish uchun 7000 chaqirim yo'l mengishga to'g'ri keladi. Qirg'izlar davlatining janubidan orqa qo'shu va 6 davlat, ya'ni Sharqiy Jung'ariyadagi bagliklarga berish uchun 5000 chaqirim yo'l mengishga to'g'ri keladi. Qirg'izlar davlatining g'arbiy janubidan Qangli xonliqining chegarasigacha berish uchun 3000 chaqirim yo'l mengishga to'g'ri keladi. Qirg'izlar davlatining g'arbidan Qangli xonliqining poytaxtiga, ya'ni hozirgi Toshkentning g'arbiy shimoliga to'g'ri keladigan qadimki Kish shahri ko'zda tutiladi. Berish uchun 8000 chaqirim yo'l mengishga to'g'ri keladi. Yuqoridagi tarixiy xotirlardan biz g'arbiy turalarning 3-asrdagi ahvolini xeyli aniq tushuna olamiz. 3-asrda Uyg'urlarning cho'ng bir tarmoqi bo'lgan Sharqiy O'g'izlar hozirgi Zayson ko'li, Oltoy tog'i atroflarida yashagan bo'lsa, Qirg'izlar hozirgi Yansay daryosining yuqorqi iqimi bilan Ob daryosining yuqorqi iqimida yashagan. G'arbiy turalar bo'lsa, bugungi Bayqal ko'lining g'arbidan tortib, sharqda Ertish daryosining yuqorqi iqimi orasidagi joylarda yashagan. Yuqoridagi ma'lumotlarga asoslanganda, milodiy 3-asrda g'arbiy turalarning soni 300 mingdan ko'p bo'lsa kerak. Chunki g'arbiy turalarning g'arbiy qo'shinda 60 ming jangchi borligini nazarda tutsak, 5 kishi ichidan 1 kishi harbiy qo'shinga qatnashgandimi, ularning odam soni 300 mingdan kam bo'lib chiqmaydi. Shu chaqda sharqiy turalarning sonimi 300 mingdan kam emas edi. Xan sulolasi yilnomasining suvi haqida qissa babida milodidan taxminan 1 asr burun sharqiy turalarning aholi sonining bir necha tuman ekanligi bayon qilingan. Bir necha asrdan keyin, ya'ni milodidan 1 asr burunqi chog'idan tortib, milodining 3-asrgacha sharqiy turalarning sonimi ko'payib, g'arbiy turalarning soniga yaqinlab borgan. Mana shu paketga asoslanganda sharqiy va g'arbiy turalar deb atalgan ajdodlarimiz o'z zamonasida son jihatdan boshqa qarindoshlari, ya'ni Qangli, Qirg'izlarga qaraganda nihoyat ko'p bo'lgan. Jungoning qadimki tarixchilarining sharqiy va g'arbiy turalar haqida bergan ma'lumoti tarixiy jihatdan xeyli yuqori qimmatga ega bo'lsa-mu, tarixlarning yashagan joylarining doirasining texmi keng ekanligini to'liq bayon qilolmagan. Bu bo'shliqni Sovet arxeologiya olimlari to'ldirdi.
Sovet arxeologiya olimlarining 1940-yillari Janubiy Sibiriyada ilib borgan arxeologiyalik qazishlarning natijasiga asoslanganda turalar milodidan ming necha yuz yillar burun sharqda Bayqal ko'lining bo'yidan tartib, g'arbda Balqash ko'lining shimolida yashab qolmay, balki g'arbda Oral tog'laridan tartib, sharqda Altay tog'lari tizimlarini o'z ichiga olgan bepoyon territoriyada yashaganligi isbotlandi. Buningdan shu narsa ma'lum bo'ldiki, turalar milodidan ming necha yuz yillar burunla Altay tog'lari bilan Tangri tog'larining orasidagi Jungariya dalasidami yashagan. Jungoning qadimki tarixchilari sharqiy va g'arbiy turalar haqida ma'lumot bergan bo'lsa-mu, ammo Tarim vodisida yashagan Uyg'urlarning etnik xususiyati haqida aniq ma'lumot berilmagan. Sımachem bilan Bangu o'z asarlarida O'rta Osiyo haqida bergan ma'lumotini Jangchenning podsho Xan Vudi, ya'ni milodidan ilgariki 87-yillardan 140-yillargacha hukm surgan va yo'llagan ma'lumotidan olgan. Sımachem bilan Bangu O'rta Osiyodagi xalqlarning ko'proq shaharlarda yashaydiganligi, ularning yezi egilik, chorvachilik, hunarvanchilik bilan shug'ullanadiganligi va O'rta Osiyoda bir qancha 10 xonliqi borligi to'g'risida ma'lumot bergan. Mana shu tarixchilar, ya'ni g'arbiy yurt deb atalgan O'rta Osiyo xalqlarining bo'libmi, ya'ni Tarim vodisidagi Uyg'urlarning etnik xususiyati, til, urf-odatlari to'g'risida aniq ma'lumot berilmagan. Bundoq bo'lishi tabiiy edi. Chunki shu chaqda Jungo tarixchilari, ya'ni g'arbiy yurt to'g'risida elchilar, savdogarlar orqali egallagan yuzaki materiallardan boshqa amaliy xotirlangan atrofliq tafsiliy ma'lumotga ega bo'lish imkoniyatidan yiroq edi. 6-asrda yozilgan Vaysulals yilnomasining egiz harvliqlar haqida qissa babida sharqiy turalar, ya'ni Gaucho Teley deb yozilgan. Qadimki chaqlarda sharqiy turalar, ya'ni sharqiy Uyg'urlar Mongoliyaning alayida bo'lgan jug'rofiyaviy sharoiti, ya'ni yayloq, dala, cho'l, qumliqni hisobga elib, egiz chaqli qaruvlarni ishlatgan. Milodiy 4-asrdan 6-asrgacha bo'lgan davrda, ya'ni chegaraga yaqinroq joylarda yashagan Xanzular turalarning yayloqlarida, ya'ni Mongoliya yayloqlari ko'zda tutiladi. Sayohat qilganda yoki turmushga kerakli materiallarni to'shiganda doim bir turlik egiz chaqliq harvlarda o'ltirib yurganligini ko'rib, ularni, ya'ni egiz harvliqlar deb atagan. Milodining 150-yillari g'arbiy hunlar Ili vodisidan g'arbga ko'chib, Balqash ko'li, Aral ko'li taraf ketgandan keyin Ulug' O'g'iz Hun tangri qutluqining qadimki yurtlarida Syampiylar imperiyasi, ya'ni milodi 150-yillardan 235-yillar qurildi. Syampiylar o'zining mashhur imperatori Tanshuxi, ya'ni milodi 147-yillardan 181-yillar o'lgandan keyin ichki jihatdan bo'linib ketdi. O'ran, ya'ni milodi 181-yillardan 216-yillari. Budukin, ya'ni milodi 216-yillardan 233-yillar. Qibanin, ya'ni milodi 233-yillardan 235-yillar qatorliq xonlarning vaqtida, ya'ni milodi 181-yillardan 235-yillar Syampiylar Tanshuxi vaqtidagi qudratini asliga keltira olmadi. Milodining 235-yili Qibanin o'ldirilgandan keyin Syampiylar imperiyasi tarqalib ketdi. Mana shu Syampiylar imperiyasi vaqtida turalar Syampiylarga biqingan edi. Syampiylar imperiyasi tarqalib ketgandan keyin uning o'rnida Tuba Syampiylar davlati qurildi. Tuba Syampiylar davlati, ya'ni milodi 235-yilidan 394-yilgacha hukm surgan. Milodining 394-yilga kelganda kelib chiqishi Syampiylardan bo'lsa-mu, xeyli darajada turklashgan avarlar tarafidan yo'qotildi. Milodining 394-yili egiz harvliq tufralar deb atalgan sharqiy tufralarning yurtida, ya'ni asosan hozirgi Mongoliya va ichki Mongoliyada Tubalar xonligi, ya'ni milodi 394-yillardan 535-yillar va Avar xaqonligi,
ya'ni milodiy 394-yillardan 552-yillar degan ikki davlat qurildi. Shuningdan boshlab turoqlar, tubalar va avarlarning hujumiga uzluksiz uchrab turdi. Milodining 487-yilga kelganda sharqiy turoqlar avarlarning yo'lsizlikqa chidamay Börkli qabilasining xoni Ay Ojurining yetakchiligida isyon ko'tardi. Sharqiy turoqlardan 120 ming oila, ya'ni taxminan 600-700 ming kishi Mongoliyadan g'arbga ko'chib, Oltoy tog'laridan halqib o'tib, Jungar dalasiga, Ili vodisining sharqiy qismiga va Turpan, Qara shahar atroflariga keldi. Bu ahvoldan xabar topgan avar qاغانلىقى, To'lonxon 2, ya'ni milodi 485-yillardan 492-yilgacha qolgan bo'lgan va uning tog'isi Nog'ayxonlar qo'shin tartib Tangri tog'larining shimoliy va janubiga ko'chgan, ya'ni igiz harviliqlarining keynidan qo'g'lab keldi. Sharqiy turoqlar janubiy Oltoyda bo'lgan urushda To'lonxon 2ni tarmar qildi. Mana shu igiz harviliqlar Tangri tog'larining shimol va janubida azaldan tartib yashab kelayotgan qarindoshlari g'arbiy turoqlar bilan birlashib, tarixda igiz harviliqlar xonligi, ya'ni Gaucho Vangu deb nom olgan davlatni qurdi. Bu Uyg'ur xonligi 60 yil, ya'ni milodiy 487-yillardan 546-yillargacha hukm surdi. Milodining 487-yili sharqiy turoqlarning bir qismining Mongoliyadan Tangri tog'larining shimoliy va janubiga ko'chganligi to'g'risida, ya'ni Vay sulolasi yilnomasining igiz harviliqlar haqida qissa bobida xeyli tafsiliy ma'lumot berilgandan tashqari, ya'ni Janubiy Chi sulolasi yilnomasining, ya'ni avarlar haqida qissa bobida mundaq deyilgan. Shingmingning 2-yili, ya'ni milodining 487-yili Yiju, ya'ni hozirgi Sichuandagi Chengdu shahri valisi Liujun o'zining qudrati va saltanatini tashviq qilish uchun turoqlarga Zhang Jingshunni elchi qilib avatdi. Elchi Pishamshan, ya'ni hozirgi Charqiliq, Udun, ya'ni hozirgi Xotanga bormoqchi edi. Lekin Pishamshanni turoqlar besib olgan bo'lib, xalqi taraf-tarafga tarqalib ketgan. Udunliqlar Budda diniga e'tiqod qiladi ekan. Turoqlar o'zlarini Tanrıqut, ya'ni Tangrining o'g'illari deb ataydi ekan. Turoqlar elchi Zhang Jingshunni kutib olgan va uni qaytib ketishga da'vat qilgan. Mana shu xotirga asoslanganda Ay Ujuru milodi 487-yili avarlarni Tangri tog'larining shimoliy va janubidagi, ya'ni Turpan, Qara shahar joylaridan qo'g'lab chiqarib, Pishamshanni Tibet xonligining qo'lidan tortib olgan. Sui sulolasi yilnomasining āptورى Weijing, ya'ni milodi 580-yillardan 643-yillar turoqlar to'g'risida nihoyat keng, ishonchli ma'lumot bergan. Weijing, ya'ni Sui sulolasi yilnomasining turoqlar haqida qissa bobida 6-asrning oxirida sharqda Qidirxon tog'lari, ya'ni hozirgi Hingan tog'laridan tortib g'arbda Qora dengizning bo'yg'ichi bo'lgan bepoyon territoriyada yashagan turoqlarning 40 dan ortiq qabilalarning nomlari, shu qabilalar joylashgan joylarning jug'rofiyaviy o'rni, turoqlarning turklar bilan bo'lgan munosabati, iqtisodiy egiligi to'g'risida, tarixiy, jug'rofiyaviy, etnik qimmati to'g'risida nihoyat muhim ma'lumotlarni beradi. Sui sulolasi yilnomasining turoqlar haqida qissa bobidagi xotiraga asoslanganda turoqlarning 6-asrning oxiridagi ahvoli mundoq. Turoqlarning ota-bobolari ھۇنلارنىڭ avlodlari edi. Ularning urug' jamoatlari nihoyat nurg'un. Shu yilnomaga asoslanganda turoqlarning joylashgan o'rinlari, qabila nomlari tovandikicha. 1. Bayqal ko'lining janubida Tuba qabilasi yashagan. 2. Mongoliyaning Selinga, Tug'la, Urxun daryolarining bo'ylarida Bügü, Tongra, Uyg'ur, Bayruqu, Börkli qabilalari yashagan. Bular Erkin deb atalgan. Buningdan boshqa yana Mongoliyada Monchin, Turg'ur, Xo'g'ursur qatorliq qabilalar yashagan. 3. Jungariyaning sharqidan tortib Ili vodisigacha bo'lgan rayonlarda Chebinlar, Buruchlar, Azillar, Sig'inoqlar, O'g'uzlar, Qirg'izlar,
ئۇيغۇرلار ياشىغان. 4. Altay tağlarının g'arbiy janubida surtadoshlar, jaruqlar, zabindalar, turkashlar yashagan. 5. Samarqandning shimolida, ya'ni Balqash, Aral ko'llarining atroflari ko'zda tutiladi. Edil daryolarining bo'ylarida Adizlar, Hazarlar, Bulg'arlar, Pecheneklar, Qo'g'aylar, Qipchoqlar, Sivarlar, Bortaslar, Yemeklar yashagan. 6. Yoyiq, ya'ni O'ral daryosining sharqiy va g'arbiy taraflarida Sarg'urlar, Saqsinlar, Mokshalar, Cherkeslar yashagan. 7. Sharqiy Rim imperiyasining sharqida O'g'uzlar, Alanlar, Boshqirdlar, Xunlar yashagan. Mana shu yuqorida tilga ilingan Tura qabilalarining nomi har xil bo'lsa-mu, ularning o'rtaq nomi Turalar deb ataladi. Turalar o'zlarining joylashgan o'rinlariga qarab, sharqdikilari sharqiy turklarga, g'arbdikilari g'arbiy turklarga qaragan. Milodining 551-yili qurilgan ulug' ko'k turk qag'anliqining qag'ani Tömənxanның fuqisi İstəmi Yayğu milodining 552-yillari sharqda Qidirqan tog'laridan tartib, g'arbda Qora dengiz bo'ylargacha so'zilgan bepoyon territoriyada yashagan Tura qabilalarini bo'ysundirgan. Mana shu Tura qabilalari milodining 600-yillari Türk qag'anligi sharqiy va g'arbiy turk qag'anligiga bo'linib ketganda, sharqdikilari sharqiy turk qag'anligi, ya'ni milodi 600-yillardan 744-yillarga, g'arbdikilari g'arbiy turk qag'anligi, ya'ni milodi 600-yillardan 765-yillarga qaragan. Suy sulolasi yilnomasining Turalar haqida qissa bobida Turalarning g'arb tarafga joylashganlari ko'pincha bog'vanchilik, dehqonchilik qiladi. Kalisi ko'p, yilqisi oz edi deyilgan. Afsuski, Tang sulolasi yilnomasining Uyg'urlar haqida qissa bobiga yuqoridagi muhim xotir kirgizilmagan. Koni yangi Tang sulolasi yilnomasini yozgan tarixchilar ko'chmanchilik asosidagi chorvachilik, egiligini asos qilgan sharqiy Uyg'urlarning ko'p dehqonchilik bilan shug'ullanadigan g'arbiy Uyg'urlarni nazardan chetda qoldirgan. Suy sulolasi yilnomasidagi g'arb taraf deyilgan rayon tarim o'ymonligini o'z ichiga olgan keng O'rta Osiyo rayonlarini ko'rsatadi. Suy sulolasi yilnomasining Turalar haqida qissa bobida yana Turalarning urf-odatlari asosan turklarga o'xshashib ketadi deyilgan. Turalar degan bu atalg'u 6-asrdan keyin Jungoning tarixiy yilnomalarida Uyg'ur degan nom bilan almashdi. Milodidan bir necha asr burungi chog'dan tartib, milodi 6-asrgacha Jungoning tarixiy yilnomalarida Turalar, egiz harvliq Turalar degan nom bilan yezilib kelgan ajdodlarimiz 7-asrning boshlaridan boshlab Uyg'ur degan nom bilan yezildigan bo'ldi. Shuningdan boshlab Uyg'ur degan bu nom sharqiy, ya'ni Mongoliya, Jungariya dalallarini o'z ichiga oladi va g'arbiy, ya'ni Tarim vodisini o'z ichiga olgan O'rta Osiyo rayonlari Turalarning o'rtaq nomi bo'lib qoldi. Sharqiy va g'arbiy Turalar bir qancha qabila va urug'lardan iborat bo'lsa-mu, lekin ular qondoshlik, til va urf-odat jihatdan asosan bir xalq edi. Uning ustiga Tura qabilalari ichida Uyg'ur nomi bilan ataladigan qabila bor edi. Bu qabila boshqa qarindosh qabilalarga qaraganda son jihatdan ko'p, jangovarligi ustun qabila edi. Shunga Turalarga milodi 5-asrdan boshlab Uyg'ur deb ataladigan bu qabila yetakchilik qilishga boshlagan. Milodining 998-yili Sharqi Turalarning 6 qabilasidan tashkil topgan bir tarmoqi Uyg'ur qabilasining xoni Shoqani o'ziga xon qilib saylab, To'balar xonligi, ya'ni 994-yillardan 534-yillarining hukmronligini og'dirib tashlashga bel bog'laganligi shuni isbotlaydi. 8-asrda Uyg'urlar Sharqi Turalarni birlashtirib, Uyg'ur Urxun xaqanligini qurdi. Uyg'ur Urxun xaqanligi tarkibidagi qabilalar 10 Uyg'ur, 9 O'g'uz deb atalgan edi. Shuningdan boshlab Tura qabilalari bir butun gavdaga aylanib, Uyg'ur degan o'rtaq nom bilan ataldi.
8 asrda o'tgan mashhur buddist va tarjimon Xuanzang, ya'ni milodining 602-yili tug'ilib, 664-yili olamdan o'tgan. Ulug' Tang davridagi g'arbga sayohat xotirasi nomli asrida nihoyat aniq qilib Qashqar, Xotan, Kuchaliqlar hindi yoziqini ishlatadi, ammo ularning tili hindi tili emas deb yozgan. Demak, Tarim vodisidagi Uyg'urlar Budda diniga e'tiqod qildigan chog'larida hindi yoziqini qo'llangan bo'lsa-mu, ammo yanada o'zlarining ona tilida, ya'ni Uyg'ur tilida so'zlashgan. Buni texmo ilgirlagan holda isbotlash uchun Jungoning qadimki tarixchilarining o'z asarlarida Sharq Turkistondagi ba'zi bir yer va tog'larning milodidan burungi chog'larida Uyg'ur tilida qandoq atalgan bo'lsa, shu nomlar bilan xanzucha harf bilan asli talaffuzi bo'yicha yozganligini yoki ma'nosini xanzuchaga tarjima qilib xotirlaganligini misolga elish lozim. Uyg'urlarning ajdodi bo'lgan Qushular, ya'ni Gulav, Chılav, milodidan burun sharqda Qumuldan tortib, g'arbda Manasqacha va g'arbiy janubda Turpangacha bo'lgan rayonlarda yashagan. Mana shular milodidan bir qancha asr burunla hozirgi Barko'lni, ya'ni Barsko'l deb atagan. Barsko'l, ya'ni Yo'lvas ko'l. Ya'ni Uyg'urlar qadimki tilida Yo'lvasni Bars deb ataydi degan ma'noni bildirdi. Shuningga qaraganda Barsko'lning shakli burunqi chaqda Yo'lvasga o'xshib ketgan yoki qadimki chaqda Barsko'lning bo'yi qumushliq bo'lib, uning orasida Yo'lvas yashagan bo'lishi mumkin. Mana shu Barsko'lni Jungoning qadimki tarixchilari, ya'ni milodidan burunqi chaqdan tartib Boshxay deb yozgan. Mana shu Boshi Bars so'zining xanzucha harf bilan talaffuz qilinishi bo'lib, Xay ko'l ma'nosida elingan. Barko'l qadimdan tartib yeri munbat, suyi mo'l, yeshillikqa cho'milgan bepoyon yayloq bo'lib, tulpar otlar, semiz qo'ylar, to'ygilar ko'p chiqadigan mashhur chorvachilik va dehqonchilik rayoni edi. Shuningdan tashqari, Barko'lning strategik o'rni nihoyat muhim bo'lganligidan, milodidan necha asr burungi chog'laridan tartib, ھۇنلار bilan Xan sulolasi mana shu muhim rayonni talishib, ko'p qitim keskin qonliq janglarni elib borgan. Shuning uchun Jungoning qadimki tarixchilari Barko'lni o'z asarlarida alohida xotirlashni zoda unutib qolmagan. Xan sulolasi tarixchilarining asarlarida qadimki Uyg'ur tilida Tangri tog'lari deb atalgan mashhur tog' asli Uyg'urchadagi ma'nosi bo'yicha xanzuchaga tarjima qilinib, Tianshan deb xotirlangan. Yana shu tarixchilar qadimki Uyg'ur tilida Altay tog'lari deb atalgan tog'ni asli Uyg'urchasidagi ma'nosi bo'yicha xanzuchaga tarjima qilib, Oltin tog' ma'nosini beradigan xanzucha harf bilan Jinshan deb yozgan. Qadimki Jungo tarixchilari Tangri tog'larining egiz cho'qqalaridagi yil bo'yi erimaydigan oppoq qorlarni hisobga olib, Bayshan, ya'ni oq tog' deb yozgan. Buningdan tashqari Jungoning qadimki tarixchilari hozirgi Qashqarni qadimki chog'larda, ya'ni milodidan burungi chog'lar, dinla Uyg'urlarning suli, ya'ni suluq yer deb ataganligini hisobga olib, xanzucha xat bilan suli deb yozgan bo'lsa, Oqsu daryosida qum oqadiganligini hisobga olib, hozirgi Oqsuni xanzucha xat bilan Gumu deb yozgan. Gumu so'zi Uyg'urchadagi qum degan so'zning xanzucha talaffuz qilinib yezilishidan iborat. Ya'ni shu tarixchilar Oqsu daryosi vodisini Vinsu deb yozgan. Bu Uyg'urchadagi Onsu so'zining xanzucha ahang tarjimasi hisoblanadi. Yuqorida keltirgan bir qator misollar Jungariya o'ymonligida va Tarim vodisida yashagan xalqlarning Uyg'ur ishkanligini isbotlaydigan til paketlari bo'lib hisoblanadi. Agar Jungariya o'ymonligi va Tarim vodisida qadimki chog'lardan tartib Uyg'urlar bo'lmasdan boshqa tilda so'zlashadigan xalqlar yashagan bo'lsa, ko'l, tog', daryo, yer nomlari Uyg'urcha, ya'ni turkcha, Barsko'l, Tangri tog', Altay, Qum, Onsu, Suli deb atalmagan bo'ladi. Qadimki Yunon arboblarning olim va sayyohlarmi Uyg'urlar to'g'risida qimmatlik tarixiy xotirlarni yozib qoldirgan.
Yunanның miladi 2 asrda yaşagan coğrafiya alimi Ptolemy özünün 10 tomluq, yani coğrafiya namlıq əsərinin Sersirlar dövləti, yani Yipek dövləti degan babida hazırki Tarım daryası boyidagi xalqlarning Uyg'ur ishkanligi, yani u Uyg'ur dis deb yozgan. Ularning pili beqib Yipek chiqarib, Yipekdan nafs shoyi atlaslarni to'qiydiganligini bayon qilgan. Tarım vadisining tabiiy sharoiti, yani tog'lari, daryolari qatorliqlar haqidami xeyli tafsiliy ma'lumot bergan. Buningdan tashqari Yunon va Rim olimlaridan Kitsi, yani taxminan milodidan 400 yil burun yashagan, Pilros, taxminan milodidan 1 asr burun yashagan, Pimfonos Mila, taxminan milodi 1 asrda yashagan qatorliq olimlarmi Tarım vadisidagi sirlar dövləti, bu dövlətdə yaşaydigan Uyg'urlarning faoliyati, irqiy qiyofati haqida qimmatli ma'lumotlarni qoldirgan. Arab Abbasiylar xalifaligining, ya'ni milodi 750-yillardan 1258-yilgacha hukm surgan tunji xalifasi Abul Abbas Abdullah, ya'ni milodi 750-yillardan 754-yilgacha xalifa bo'lgan. Milodining 750-yili Tamim ibn Bahir al-Mutavvi ismli kishini Arab Abbasiylar xalifaligining poytaxti Bag'doddan Uyg'ur Urxun qaqanliqining qag'ani Tangirida bo'lmuş, il etmiş, bilge bayanchur qag'an, ya'ni milodi 747-yilidan 758-yilgacha qag'an bo'lgan ning Urxun daryosi bo'yidagi ordisiga elchi qilib avatgan. Mana shu Arab elchisi Tamim ibn Bahr al-Mutavvining sayohat nomisida Barsixon, ya'ni ayni zamonda Issiqko'lning bo'yiga joylashgan bir shahar, shahardan tortib Qashqar, Oqsu, Kucha, Qari shahar, Turpangacha bo'lgan yo'llar va u yo'llarning bo'yidagi tuzdanliklarning hamma joyida bir-biriga tutishib ketgan yezi kentlar va shahar mahallarining joylashganligini ko'rganligini, shu shahar qishloq, yezi kentlar va mahallalarda kofir turklarning, ya'ni Budda, shaman dinlariga e'tiqod qiladigan Uyg'urlarni demakchi yashaydiganligini bayon qiladi. U yana mundaq deb yozgan: Barsixondan tortib Urxungacha boradigan yo'lda faqat turk xonining, ya'ni Uyg'ur xonining demakchi pochtasi minib turadi. Arab Abbasiylar xalifasi Abul Abbas Abdullah bu elchini Uyg'ur qog'ani bayonchurga islom dinini qabul qilishga taklif qilib avatgan bo'lishi mumkin. U yana o'z dushmanlariga qarshi Uyg'ur qog'anligi bilan ittifoq tuzishni ko'zlagan bo'lishi mumkin. Halbuki bayonchur qog'an islom dinini qabul qilmagan. Milodining 821-yili Tang sulolasi ordisi Tang malikasi Tayxuni Uyg'ur qog'ani kun tag'rida bo'lmuş, olib kuchlik bilik qog'anga yotliq qildi. Shu chaqda Uyg'ur qog'ani qo'shnisi Tibet xonligining Uyg'urlar bilan Jungo orasidagi bu to'y ishiga buzg'unchilik qilishining oldini olish uchun Kuchadan 10 ming, Beshbaliqdan 10 ming kishilik Uyg'ur otliq qo'shinlarini yo'tkab, Tibetlarga taqobil turish uchun chegara mudofaasini kuchaytirishga buyruq bergan. Mana shu ahvolga asoslanganda Jungariya bilan Tarım vadisimi ayni vaqtda Uyg'ur Urxun qog'anligining territoriyasiga kirgan. Shuning uchun Uyg'ur Urxun qog'anligi u joylarda nurg'un otliq qo'shin turg'izgan. Uyg'ur Urxun qog'anligi kuchayib imperiya bosqichiga kirgan chaqda, ya'ni milodi 745-yillardan 830-yillar, Uyg'ur Urxun qog'anligining territoriyasi ichiga hozirgi Mongoliya va ichki Mongoliyaning bir qismi, Jungariya, Tarım vadilari, Farg'ona, Qirg'iziston, Ili vadisi, Balqash bo'ylari kirgan. Ishonchlik tarixiy ma'lumotlarga asoslanganda Tang sulolasi milodining 751-yili Talas urushida arablar tarafidan eg'ir mag'lubiyatga uchradi. Uningdan tashqari bir necha yil davom qilgan o'nglik-so'nglik to'poloni, ya'ni milodi 757-yillardan 762-yilgacha davom qilgan va Tibetlarning hujumi, ya'ni milodi 765-yillari
Nəticədə Tang sulalası zavallıq girdabıga qalğan idi. Şu səbəbdən Tang sulalısının O'rta Asiyodagi ta'siri nihoyat tezlikda yo'qoldi. Mana shu ahvoldan foydalangan Uyg'ur Urxun qag'anligi O'rta Osiyoga, ya'ni hozirgi Sharq Turkistonmi, shuning ichida bo'lgan to'liq hukmronligini tiklab oldi. Shuningdan keyin Uyg'urlar xalqaro qatnash yo'lining xo'jayinligini o'z ilkiga oldi. Miladi 760-yillardan boshlab Tibet xonligi Gansuni besib olgandan keyin Tang sulalasi, ya'ni Uyg'urlar yo'li deb atalgan xalqaro yo'l orqaliqla g'arbdagi davlatlar bilan aloqa qilishga majbur bo'ldi. Tang sulalasining elchilari va savdogarlari g'arbdagi davlatlarga berishda Chang'andan shimolga yurib, Sadichil sepilidan chiqib, Uyg'ur Urxun qag'anligining poytaxti Qara Balg'asunga boradigan. Ondan g'arbga burilib, Oltay tog'laridan halqib o'tib, Jungariyadagi Beshbaliqqa keladigan bo'ldi. Yo'l Beshbaliq tugunidan 2 tarmoqqa bo'linadi. Bir tarmoqi Beshbaliqdan g'arbga burilib, Ili vodisi orqali g'arb allariga boradi. Yana bir tarmoqi bo'lsa, Beshbaliqdan janubga so'zilib, Tangri tog'larini kesib o'tib, Turpan, Qara shahar, Kucha, Aqsu, Qashqar orqali g'arb allariga qarab ketadi. Mana shu yo'l Uyg'ur Urxun xaqanligi davrida Uyg'urlar yo'li deb atalgan. Uyg'urlar mana shu xalqaro yo'llarining omonligini qo'g'dash uchun Tibet xonligi bilan nihoyat kaskin, qonliq urushlarni elib borgan. Milodining 795-yili Uyg'ur qag'anligi Qutluq Bilik Aychur, ya'ni milodi 790-yillardan 795-yilgacha qag'an bo'lgan. Olamdan o'tdi. U hayot vaqtida qag'anliq o'rniga varis belgilanmagan edi. Qag'anliq taxtida uning bosh vaziri Qutluq o'ltirdi. Shuningdan boshlab Uyg'ur Urxun qag'anligining qag'anliq o'rniga varislik qilish huquqi Yag'laqlar qabilasi qo'lidan Adizlar qabilasi qo'liga o'tib ketdi. Yag'laqlar Sharqiy Uyg'urlarning, ya'ni 10 Uyg'ur deb ataladigan qabilalari ichida qag'anlar chiqadigan qabila bo'lib, soni ko'p, jangovarligimi nihoyat ustun qabila edi. Yag'laqlar ana shu alohidligiga tayinib, milodining 600-yillardan boshlab Sharqiy Uyg'urlarga yetakchilik qilishga boshlagan va milodi 646-yili Uyg'ur Urxun qag'anligini qurgan edi. Milodining 795-yilidan boshlab milodining 839-yiligacha 10 Uyg'ur qabilalarining biri bo'lgan Adizlar qabilasidan Uyg'ur qag'anligiga Ay Tanrida ulug' bo'lmuş, Alib Qutluq Bilik qag'an, ya'ni milodi 795-yillardan 805-yillar Ay Tanrida qut bo'lmuş, Alib Bilgi qag'an, ya'ni milodi 805-yillardan 808-yillar Ay Tanrida qut bo'lmuş, Alib Bilgi qag'an, ya'ni milodi 808-yillardan 821-yillar Kun Tanrida ulug' bo'lmuş, Alib kuchlik bilgi qag'an, ya'ni milodi 821-yillardan 824-yillar Hazar Tarkin, ya'ni milodi 824-yillardan 832-yillar Ay Tanrida qut bo'lmuş, kuchlik bilgi qag'an, ya'ni 832-yillardan 839-yillar qatorliq 6 qag'an hukmronlik qildi. Uyg'ur Urxun xaqanligi milodining 795-yillardan boshlab milodining 830-yillargacha bo'lgan 40 yil ichida Adizlardan chiqqan qag'anlarning yetakchiligida o'zining kuchlik, saltanatlik davridagi shon-sharafini saqlab qoldi. Lekin Ay Tanrida qut bo'lmuş, kuchlik bilgi qag'anning davriga kelganda Yag'laqarlar bilan Adizlar qag'anliq taxtdan talishib ichki urush qo'zg'adi. Milodi 839-yili Yag'laqarlar qabilasidan bo'lgan Qara Boluq Say turklardan harbiy yordam elib Ay Tanrida qut bo'lmuş, kuchlik bilgi qag'anga hujum qildi. Urushda mag'lub bo'lgan qag'an o'zini o'ltirib oldi. Qara Boluq Yag'laqarlar shahzodasi Kichik Tekinni qag'anliq taxtiga chiqardi. Bu voqea yuz berganda Adizlar qabilasidan bo'lgan harbiy vazir Quluq Bag'ayansay, ya'ni Anasay daryosi bo'yidagi qirg'izlar orasiga qichib berib,
ularni isyon ko'tarib, kichik tekinni og'dirib tashlashga quturatdi. Ahvoldan qaraganda Quluq Bağa qirg'izlardan yordam elib, odizlarning qog'onliqidagi hukmronlik o'rnini asliga keltirmoqchi bo'lsa kerak. Yuqorqidek jiddiy vaziyatda, ya'ni milodi 839-yili, ya'ni ustunlab tabiiy ofat, ya'ni qor bakmo qilin yig'ib, jut hukm surdi. Vabo kesili tarqaldi. Uyg'ur Urxun qog'onligining yezi egiligi va chorvachilig'i og'ir darajada vayron bo'ldi. Nurg'un oila, hadi hisobsiz chorva mol qirilib ketdi. Uyg'ur Urxun qog'onligida yuz bergan og'ir ahvollar, ya'ni ichki urush, tabiiy ofatdan foydalangan qirg'izlar isyon ko'tarib, ular Uyg'ur Urxun qog'onligiga beqinadigan xonliq edi. Qara Balg'asunga besib kirdi. Ular Qara Buluq bilan Qag'an kichik tekinni o'ltirdi. Poytaxt Qara Balg'asudagi Qag'an ordisiga o't qo'ydi. Davlat xazinasi bulang-talang qilindi. Shunda qilib kuchaygan chaqlarda 221 ming kishilik otliq qo'shinga ega bo'lgan qudratlik Uyg'ur Urxun qog'onligi milodining 839-yili o'z beshiga kelgan mana shundaq nihoyat og'ir fojialik qismatlar tufayli qirg'izlarning isyoniga taqobil turolmadi. Natijada Sharqiy Uyg'urlarning ko'p qismi 840-yili Uyg'ur Urxun qog'onligining sharqiy territoriyasidan, ya'ni hozirgi Mong'oliya qog'onligining g'arbiy territoriyasi, ya'ni O'rta Osiyoga ko'chdi. G'arbga ko'chgan Uyg'urlarning bir qismi Pantekin boshchiligida dastlab Barko'lga, keyin Turpon, Qara shahar, Qucha qatorliq joylarga kelib makonlashdi. Bularning soni 200 mingdan ko'p emas edi. Shu chaqlarda O'rta Osiyodagi jumladan Sharq Turkistondagi Uyg'urlar aholisining soni 1 milliondan ortiq edi. Halbuki amaliy ahvollarning yuqorqidek bo'lishiga qaramay, ba'zi bir tarixchilar yaqinqi yillardan buyon Uyg'urlar milodi 840-yili Mong'oliyadan hozirgi Sharq Turkistonga ko'chib kelishdan burun bu joyda Uyg'urlar yashagan emas, balki Aryan nasliga mansub bo'lgan xalqlar yashagan deb xato hukm qilishyotdi. Ular va ularning muqomiga usul o'ynag'uvchilarining birdan-bir asoslandigini Xotan, Qucha, Qara shahar, Turpon rayonlaridan tepilgan ko'p miqdordagi Sanskrit yoziqi, Qarishti yoziqi, ya'ni bu yoziqlarni qadimki chaqlarda hindilar qo'llangan bilan hindi tilida yozilgan Budda diniga doir yazma materiallardan iborat. Ammo undaq yoziqlarda yozilgan Budda nomlari qancha ko'p bo'lishidan qat'iy nazar, ular bu yerda yashagan xalqlarning hindi Yevropa tilida so'zlashadigan Aryan nasliga mansub xalq ekanligini isbotlashga zodi yaramaydi. Milodining oldi va keynida Budda dini Hindiston orqali Tarim vodisidagi Xotan, Qashqar, Qucha, Qara shahar, keyinroq Turpan qatorliq joylarga tarqalib, ota-bobolarimizning diniy e'tiqodiga aylangan. U chaqlarda Uyg'ur tiliga tarjima qiladigan Budda nomlari bo'lmaganligi uchun Budda ibodatxonlarida Budda rohiblari Sanskrit yoziqi, hindi tili bilan yozilgan Budda nomlarini o'qib vaz etgan. Buni xalq tushunmaydi albatta. Bu xuddi Uyg'urlar islom diniga e'tiqod qilgandan keyin islom dasturi bo'lgan Qur'on va boshqa islom aqidalari yozilgan nurg'un kitoblar arab, faris tillarida bo'lib, buni oz sonliq diniy ulamolar tushunadigan bo'lsa-mu, xalq bevosita o'qib tushunolmaganligiga o'xshash bir ahvol edi. Shuning uchun diniy ulamolarning masjid, madrasalarda arab, faris tillaridagi islom aqidalari yozilgan kitoblardan vaz etadiganligi va taliblarga dars o'rgatganiga qarab ularni arab deyishga bo'lmaganidek. Qadimki zamondagi Uyg'ur buddistlarini ibodatxonlarda Sanskrit yoziqi bilan yozilgan hindi tilidagi Budda nomlaridan vaz etganiga qarab, ularnimi hindi degili hargiz bo'lmaydi. Üzüb etish kerakki, bu yer Sharq Turkistonda yashagan Uyg'urlarning nihoyat qadimki zamonlardan tartibla shaharlashganligi hammaga ma'lum tarixiy fakt. Mana shu Uyg'urlar milodi 840-yili
Mongoliyadan ko'chib kelgan 200 minggacha Sharqiy Uyg'urlarga qaraganda son jihatdanla ko'p bo'lib qolmasdan, madaniyatdimi ustun edi. Uning ustiga Mongoliyadan ko'chib kelgan Sharqiy Uyg'urlar mani dini e'tiqodida bo'lib, bu yerdagilar Budda diniga e'tiqod qiladigan g'arbiy Uyg'urlar edi. Agar ba'zi tarixchilar aytgandek, Uyg'urlar milodi 840-yili Mongoliyadan hozirgi Sharq Turkistonga ko'chib kelishdan burun bu joyda Uyg'urlar emas, boshqa xalqlar yashagan bo'lsa, din va millat farqi, shundaqla son jihatdanmi necha has farqning bo'lishiga qaramay, qandoq qilib shunday qisqa muddat ichida ularni osmolasiya qilib Uyg'urlashtirib ketalaydi? Bu savolga yuqorqi bema'ni ko'z qarashdagi tarixchilar kishini qoyil qilgudek, aqlga uyg'un keladigan asos tepib beralamu? Shundaq ekan, biz ularning davosini, tarixni g'arazli holda burmalash deb aytolmay turolmaymiz. Shunisi nihoyat aniqki, milodi 840-yili Mongoliyadan ko'chgan Sharqiy Uyg'urlarning bir qismi yuqorida aytib o'tilganidek dastlab Barko'lga, keyin Turpan, Qara shahar, Kucha qatorliq joylarga kelib makonlashgan bo'lsa, yana bir qismi Yettisuga ko'chgan edi. Mana shu Uyg'urlar O'rta Osiyoga kelib, o'zidan necha has ko'p bo'lgan g'arbiy Uyg'ur qarindoshlari bilan birlashganligi uchunla qudrat tepib, tez orada Tibetlarni Sharq Turkistondan qo'g'lab chiqarib, Uyg'ur Idiqut xonligi va dunyoga mashhur bo'lgan O'rta asr Uyg'ur madaniyatining oltin davrini yaratgan Qaraxoniylar davlatini qurib chiqargan. Xulos shuki, Uyg'urlarning ana yurti degan bobda men tilga olgan geologiyalik, arxeologiyalik asoslar, shuningdek Jungo va chet ellarining qadimki tarixchilarining Uyg'urlarning qadimki chog'laridan tortib yashagan yurtlari haqida yozib qoldirgan xotirlari Uyg'urlarning eng qadimki va asli yurtining O'rta Osiyo, jumladan Sharqiy Turkiston ekanligini munozir talab qilmaydigan darajada isbotlab turmoqda.